Ikkalamiz 160 kilo ekanmiz, uchalamiz 200 dan yuqori ekanmiz. Mana taroz ko'tarilmay qoldi. Eng qizig'i bu stolimiz ko'taranmikan. Ya'ni biz 250 kilomiz, mana do'stlar ko'ryapsizlar, bemalol bu stolimiz ko'tarib, buni masalan, ratan stollarda o'tdim joyiga yetib keldi. 3 yilgacha garantiya berishar ekan. Hammasini oyna, ya'ni kalyon oyna bo'ladi, tashlasalar ham sinmaydigandan bo'ladi. Kimgadir qizig'i bo'lsa, ya'ni deko fasonimiz bor. 4 talik narxi 1 million 900 ming so'm bo'lsa, 6 talik narxi 2,5 million so'm, 8 talik narxi 3,5 million so'm bo'ladi. Xollagan ranglaringda bor, xolasalar miksa, xolasalar oq qora rangi umringizda ko'rmagan rangidan qilib beraveramiz deyapkan. Undan tashqari kobra fasonlarimiz bor. Buni 4 talik narxi keladigan bo'lsa 2,5 million so'm, 6 talik narxi keladigan bo'lsa 3,5 million so'm bo'ladi, 8 talik narxi 4,5 million so'm bo'ladi. Bu narxlar ichida foydasidan oldim, masalan, Vodiy, Toshkent, Samarqand bo'lib 100 gacha mutlaqo dastlabki bepul bo'ladi. Undan tashqari kir moshinaga mana bunday gelin bonus qilib berishadi. Undan tashqari tirikchilik uchun mana bunday, ya'ni temir stollar bo'ladi. 4 talik narxiga keladigan bo'lsa 750 ming so'mdan 8 talik narxi bor, ya'ni 1,5 million so'mgacha bo'ladi. Faqatgina buni dastlabki kelishilgan holatda bo'ladi. Aytganimdek qo'l yuvadigan gelini bunga ham bonus qilib berishadi. Kimgadir qiziq bo'lsa, biz turgan joy Farg'ona viloyati Kommentariy qishlog'idagi Abdurahim aka joyda turibmiz. Addenniy stollar sotiladi, masalan, 320 ming so'mdan bo'ladi.